Netanyahu G'azoda qirg'inlarni tezlashtirmoqda. Rossiyada O'zbekiston uchun yadroviy reaktor yasalmoqda. O'limlar to'xtashi uchun Putin bilan uchrashishi mumkin. Tramp. Makron Fransiya yadro qurolini boshqa mamlakatlarda joylashtirishni taklif qildi. Tramp Ash-Sharani Isroilni tan olishga chaqirdi. Tehron Trampning tahdidlariga keskin javob berdi. Netanyahu G'azoda qirg'inlarni tezlashtirmoqda. Hamas ta'kidlashicha, falastinliklarning uylarini bombardimon qilish va qirg'inlar uyushtirish Netanyahuga G'azoda hech qanday g'alaba keltirmaydi. Jinoyatchi Isroil kuchlari G'azoga hujumlarni kuchaytirdi. Tong otgandan beri kamida 80 nafar falastinlik halok bo'lganini shifokorlar ma'lum qildi. Qurbonlar orasida G'azo shimolida o'ldirilgan 50 kishi bor. Rossiya, Xitoy va Buyuk Britaniya G'azoga yordam yetkazish bo'yicha AQSh Isroil rejasini rad etib, Isroilni G'azodagi 2 oylik qamalni bekor qilishga undadi. Saudiya Arabistoniga tashrif buyurgan AQSh prezidenti Donald Tramp G'azodagi mojaroni iloji boricha tezroq yakunlash ustida ishlayotganini aytmoqda. Biroq Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu urushni to'xtatadigan vaziyat bo'lmaydi, deya ta'kidlamoqda. Isroilning G'azoga qarshi urushi natijasida kamida 52.908 falastinlik halok bo'ldi. 119721 nafari jarohat oldi, deb xabar bermoqda G'azo Sog'liqni saqlash vazirligi. Hukumat matbuot xizmati vayronalar ostida bedarak yo'qolgan, minglab odamlar o'lgan deb taxmin qilinayotganini aytib, qurbonlar sonini 61700 dan ortiq kishiga yetkazdi. Rossiyada O'zbekiston uchun yadroviy reaktor yasalmoqda. Rossiyaning Rosatom davlat korporatsiyasi O'zbekistondagi kichik quvvatli atom stansiyasi uchun reaktor qurilmasi ishlab chiqarishni boshladi. Bu haqda Rossiya korporatsiyasining matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Sankt-Peterburgdagi AM Spetstal zavodi mutaxassislari Rosatomning mashinasozlik bo'limiga qarashli korxona O'zbekistonda qurilishi rejalashtirilgan kichik quvvatli atom elektrostansiyasi uchun Ritim 200N reaktor qurilmasini ishlab chiqarishni boshlagan. Etilishicha, metallurglar ushbu loyiha uchun maxsus legirlangan 205 tonnalik po'lat quyma tayyorlagan. Bu quyma reaktor korpusi planetasi, ya'ni reaktor blokining yuqori qopqog'i bilan korpusni birlashtiruvchi element ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Rostom vakillarining ta'kidlashicha, uskunaning birinchi elementi tayyorlanayotganda Toshkentda bo'lib o'tayotgan Power Uzbekistan 2025 xalqaro ko'rgazmasida namoyish qilingan. Tadbirda energetika sohasining yetakchi mutaxassislari va vazirliklar vakillari ishtirok etgan. Korporatsiya matbuot xizmatining ma'lumotlariga ko'ra, po'latni qo'yish reaktor ishlab chiqarish jarayonining rasmiy boshlanishi hisoblanadi. Texnologik bosqichlari yakunlangach, tayyorlanayotgan element boshqa korxonalarga yuboriladi va u yerda butun reaktor korpusi yig'iladi. Ritim seriyali reaktor qurilmalarini yaratish bo'yicha tajriba va ishlab chiqarish quvvatlariga egamiz. Ular bir necha yillardan buyon atom muzyorar kemalarda foydalanib kelinmoqda. Endi bu bilimlarimizni O'zbekistondagi 6 ta Ritim 200N reaktorlar ishlab chiqarishda qo'llaymiz, degan Rostomning mashinasozlik bo'limi rahbari Igor Kotov. O'limlar to'xtashi uchun Putin bilan uchrashishi mumkin. Tramp. AQSh prezidenti Donald Tramp Rossiya va Ukraina o'rtasidagi mojaroni hal qilish yo'lida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Turkiyaning Istanbul shahrida uchrashishini istisno etmadi. Bu haqda u bugun 14-may kuni Qatar tomon parvoz chog'ida Air Force One bortida jurnalistlarga ma'lum qildi. Putin meni u yerda ko'rishni xohlaydi va bu mutlaqo mumkin. Agar men u yerda bo'lmasam, u ham keladimi, bilmayman. Buni yaqin orada bilamiz, dedi Tramp. Shuningdek, Tramp o'layotgan odamlarni saqlab qolish uchun Turkiyaga tashrif buyurishni istisno etmagan. Lekin mening bunday uchrashuvimni jonlarni saqlab qolish uchun o'tkazishim mumkin emas degani emas. Men borsam keyin ortga qaytmayman, deya qo'shimcha qiladi AQSh rahbari. Makron Fransiya yadro qurolini boshqa mamlakatlarda joylashtirishni taklif qildi. Biz 3-jahon urushini boshlashni xohlamaymiz, dedi. Makron va Fransiya yadro qurolini boshqa mamlakatlarda joylashtirishni taklif qildi. Fransiya prezidenti Emmanuel Makron Fransiya Rossiya tomonidan hujumga uchragan Ukrainaga yordam bermoqchi, biroq shu bilan birga 3-jahon urushidan qochmoqchi ekanini aytdi. Fransiyaning TF1 telekanalida u shunday dedi: "Biz Ukrainaga o'zini himoya qilishda yordam berishimiz kerak, ammo biz 3-jahon urushini boshlamoqchi emasmiz. Urush tugashi va Ukraina muzokaralarini boshlash uchun eng yaxshi holatda bo'lishi kerak." Shu nuqtai nazardan Makron Fransiyaning yadro quroliga ega qiruvchi samolyotlarini Yevropaning boshqa davlatlarida joylashtirish masalasini muhokama qilishga tayyorligini bildirdi. U Belgiya, Germaniya, Italiya va Turkiyada yadro quroliga ega samolyotlarni joylashtirgan Qo'shma Shtatlarga ishora qildi. Makron bu munozarani boshlashga va yaqin haftalar va oylarda bunday muzokaralar asosini belgilashga tayyor. Fransiya prezidenti ilgari ham shunga o'xshash takliflar bilan chiqqan edi, ammo ular hali Yevropa ittifoqida aniq qo'llab-quvvatlanmadi.
Tramp Ash-Sharani Isroilni tan olishga chaqirdi. Kecha 14-may kuni AQSh prezidenti Donald Tramp Saudiya Arabistonining Ar-Riyod shahrida Suriya muvaqqat prezidenti Ahmad Ash-Shara, ya'ni Abu Muhammad al-Joloni bilan uchrashdi va unga Isroilni tan olish hamda Ibrohim kelishuviga qo'shilish taklifini berdi. Bu haqda New York Post xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, uchrashuv Fors ko'rfazi Arab davlatlari hamkorlik kengashi sammiti doirasida o'tkazilgan. Turkiya prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'an suhbatga masofaviy tarzda qo'shilgan. Tramp uchrashuv davomida Suriyadan nafaqat diplomatik tan olishni, balki quyidagi choralarni ham amalga oshirishni talab qilgan. Ibrohim kelishuvi Isroil bilan munosabatlarni normallashtirishga qo'shilish, chet el fuqaroligiga ega bo'lgan barcha terrorchilarni Suriya hududidan chiqarib yuborish, barcha Hamas jangchilarini Suriya hududidan chiqarib yuborish, AQShga Suriyada IShID qayta kuchayishini oldini olishga yordam berish, Suriyada IShID jangchilari saqlanayotgan qamoqxonalarga javobgarlikni o'z zimmasiga olish. Hozirda bu qamoqxonalarni kudurlar nazorat qiladi. Tramp shuningdek Saudiyadan ham Ibrohim kelishuviga qo'shilishni so'ragan va bu qarorni meni katta hurmat qilish bo'ladi deya ta'kidlagan. Suriyaning yangi rahbari Trampning bu takliflariga qanday javob bergan hozircha oshkor etilmagan. Tehron Trampning tahdidlariga keskin javob berdi. G'azoda 60 ming kishini qaysi tuzum yo'q qildi? G'azodagi shunday keng ko'lamli vayrongarchiliklarga kim sababchi bo'ldi? Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Arakchi AQSh prezidenti Donald Trampning Islom Respublikasi go'yoki Yaqin Sharqda terror tarqatayotgani haqidagi bayonotiga munosabat bildirdi. Tramp yana bir bor maksimal bosim siyosatini olib borish niyatida ekanligini tasdiqladi. AQSh prezidenti Isroilning mintaqadagi barcha jinoyatlarga ko'z yumib, Eronni tahdid sifatida ko'rsatishga urinmoqda. Bu sof adolat va tushunchalarni o'zgartirish bo'lib, unda tahdidlar o'rin almashtirilmoqda. G'azoda 60 ming kishini qaysi tuzum yo'q qildi? G'azodagi shunday keng ko'lamli vayrongarchiliklarga kim sababchi bo'ldi? Qaysi tuzum Falastin atrofidagi hududlarga, jumladan Livan, Suriya va Yamanga hujumlar uyushtirmoqda? deya Arakchi jurnalistlarga murojaat qildi. Isroil so'nggi oylarda bosib olgan Suriya hududi maydoni G'azo sektorining butun hududidan kattaroqdir. Isroil G'azodagi butun xalqni iqtisodiy qamal ostida ushlab turibdi. Bu haqiqatlarning barchasi e'tibordan chetda qolmoqda. Ayni paytda esa haqiqiy tahdidni unuttirishga urinib, Eronni mintaqa uchun xavf sifatida ko'rsatishga harakat qilmoqda. Biroq bu borada ham ular muvaffaqiyatga erisha olmaydilar deya ta'kidladi diplomat. Uning aytishicha, Eron xalqi demokratik, mustaqil va taraqqiy etgan davlat foydasiga o'z tanlovini qilgan, ammo aynan Qo'shma Shtatlar uzoq yillardan beri sanksiyalar va tazyiq orqali Eronni rivojlantirishga to'sqinlik qilmoqda.